Xo'p, demak, modellashtiramiz. Bizda modellashayotgan ko'ylagimiz qanaqa? Mana bu yerda mana chizib qo'yganim bu kaket, boshqa rangdan qilsanglar ham bo'ladi. Va tepadan tushgan relyef bizda ozgina aniq qilingan. Demak, modellashtirilgan. Xo'p, birinchi bo'lib garlavinani keraklicha ochib olamiz. Men 1 santimetrdan ochdim qizlarjonlar. Xo'p, bel chizig'idan, mana bel chizig'idan 5 santimetr tepaga chiqasizlar. Va 5 santimetrga ugl chizasizlar. Endi qaranglar qizlarjonlar. Bizlar mana bu yerdan bundoq qilib aylanasimon qilib va bu yoqqa olib kelishimiz kerak ekan. Bizning fasonimizda. Xo'p, mana. Demak, bu bizda birinchi qism bo'lyapti. Bu yoqqa yopiladi qizlarjonlar, bu ko'chiriladi. Bu ikkinchi qismimiz bo'lyapti. Mana bu esa bizda uchinchi qism bo'lyapti. Mana matoga qo'yilinishi, chok haqlarini bera olsa, qanday bo'lsa o'shandayligicha hozir kesib olamiz. Keyin esa valaniga o'tamiz. Mana endi etek qismiga o'tamiz. Xo'p, etek qismida valani necha bo'lsa, 17 ekan. Mana mashina shunday mana buklovda turibdi, 2 qavat mato. Shuni qo'yib olasizlar. Necha chiqqan bo'lsa, shuni berib ketasizlar. Обязательно tekshirib olamiz. Mana 17 santimetr chiqdi. Endi uzunligi bu o'zingizlarning xohishinglar, endi biz manekenga qo'yamiz. 10-12 santimetr qilsa ham bo'ladi. Xo'p, demak, mana bizning ko'ylagimizning ko'rinishi. Birinchi bo'lib bu chastlari ulanadi, keyin kaket ulanadi, so'ng valani ulanadi. Ko'ylagimiz tayyor. Mana bunaqasi kaketkalari tayyor valani bilan. Onanay qizim bo'ldi. Kimga aynan mana shunaqa zo'r turadigan asos kerak bo'lsa, albatta tezlik bilan asos kursimga yozilib olinglar onlayn darsliklarimga.